Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlik vaqtlarida Jabroil alayhissalom, Azroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalomlar sog'inishib Allohdan bir so'raylik, Rasululloh bilan bir didorlashib, bir gaplashib, suhbatlashib kelamiz deb Rasulullohning oldilariga borish, Allohning oldiga borish. Ey Alloh, bizga ijozat ber, Rasululloh bilan bir suhbatlashib, didorlashib kelsak. Alloh aytgan ekan, quruq qo'l bilan borgani uyatmaysizlar. Ular aytgan ekanlar, yo Alloh, har birimizni o'zimizga yarasha sovg'amiz bor. Mayli bo'lmasa bo'lsin. Borib didorlashib, suhbatlashib qaytayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni sovg'am bor, qabul qiling. Nima u siz sovg'angiz? Sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, Sirot ko'pirigidan yaltiragan chaqmoqqa o'xshab olib o'tib ketaman. Qaranglar, yaltiragan Sirot ko'pirigi 3000 yillik yo'l, qildan ko'ra ingichka, qilichdan ko'ra o'tkir. O'tishligi jannat bo'lsa, toyilishligi jahannam. Yaltiragan chaqmoqqa o'xshash, chaqmoq charsatganda daqa olib o'tib ketaman. Oyog'i tegib tegmasdan olib o'tib ketaman. Shunda Azroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni ham sovg'amni qabul qiling. Qabul qildim. Nima sizni sovg'ingiz? Sizni ummatingizdan kim sizga 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, men payg'ambarlarning jonini qanday olgan bo'lsam, shunday muloyim halimlik bilan olaman. Isrofil alayhissalom aytgan ekanlar, men dedilar, qiyomat mahshargohida sizni ummatingiz kunda 10 ta salovat aytgan ummatingiz tarozini oldiga kelsa, boshimni sajdaga qo'yaman, to o'sha ummatingizni Xudo jannatga kirgizmagunigacha boshimni ko'tarmayman deb turibman. Qaranglar, 10 ta salovat aytgan. Mikoil alayhissalom aytdilar, yo Rasululloh, meni ham sovg'amni qabul qiling. Qabul qildim. Nima sizni sovg'ingiz deganlarida, sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, qiyomat mahshargohida turilgan mahalda chanqayotgan paytda jannatdan suv olib chiqib uni chanqog'ini qondiraman. Endi o'ylab ko'ring, u mahshargoh bunaqa dasturxonda atrofida, bunaqa chiroyli liboslarni kiyib, bunaqa soyabonni tagida o'tirilmaydi. Yalang'och bo'linadi. Inson oldidagi insonni kamoli ko'pligidan va o'zini bilan o'zi ovora bo'lganligidan erkak va ayolligini bilishlik tugul rangini ham ajrata olmaydigan joyda miya choy qaynagandek qaynab, tillar ko'krakka, kindikka, tizzaga, yerga tegib turadigan joyda Mikoil alayhissalom hammani oldida uni ichib olsinlar deb suv olib kelib turishlik. Qarang, suv olib kelib, u chanqog'ini qondirib turishlik. Qanday ham baxt. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kuni asr namozidan keyin, ya'ni bugun juma desak, misol asr namoz o'qigandan keyin mana bu salovat-i sharifa, Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadiril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallimni 80 dona o'qsa, Alloh jalla va ala 80 yillik gunohlarni kechiradi degan ekan. O'zi odatda 7 ta o'qishlikka Jaloliddin Suyuti hazratlari, o'qimasanglar, bugun o'qimadim desangiz 7 dona o'qib qo'ying deganlar-da u kishi. 7 dona o'qib qo'ying, siz iymon bilan ketasiz, men kafilman deganlar. Siz 7 dona o'qib qo'ying, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrda sizni kutib oladi deganlar. Qabrda ikkita munkar nakir kirgan holatida ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlarida turar ekanlar. Unday zot yoningizda turgandan keyin munkar nakir farishta ham gapira olmaydi. Savol berishlikka hayo qiladi. Kimga u? Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadiril azimil jahi va ala alihi va sahbihi va sallimni o'qiyotgan odam.